O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist va shoir Abdusaid Ko'chimov she'rlari. Mening vaqtim yo'q edi ona. Bir pasgina yonimda o'tir, bir kungina yotib ket qizim, atrofimda aylanib gir-gir takrorlardi onam shu sizin. Bu gal derdim, yuragim toshib, endi kelsam qolaman ena, shavqati yo'q bu kunlar shoshib, meni olib ketardi yana. Topganini tuguncha qilib, qo'llarimga tutqazar edi, meni zo'rg'a bag'ridan yulib, mashinaga o'tkazar edi. Bazmlarga topar edim vaqt, she'r o'qirdim yona va yona, davralarni bilar edim baxt, sizga vaqtim yo'q edi ona. Siz tog'imni cho'ktirib qo'yib, ketar edim toqqa lolaga, sizga azob chektirib qo'yib, yayrar edim yashil dalada. Kechiksam ish kechirmas edi, koyinardi kechiksam uyim, davralarning chiqardi dudi, faqat onam kutar edi jim. Sham davralar ketdilar tarqab, bayramlarim mensiz ham obod, goh dardlarim yig'lar qop-qop, yolg'izlikdan solgim kelar dod. Shunday g'amlar bo'lar ekanki, tushunmasgan onangdan boshqa. Tinglamaydi seni birovlar, boshlaringni ursang ham toshga. Qabringizga chopaman bot-bot, so'zlashay deb xona va xona, so'ramaysiz holimni hayhot, endi sizda vaqt yo'qdir ona.